Demak, assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, guruhimiz a'zolari va bizni kuzatib boruvchi qadrli obunachilarimiz. Bugun biz neuroradiologiya kursini boshlaymiz. Bu asosan talabalar va nevropatologlar uchun moslashtirilgan kurs hisoblanadi. Shuning uchun biz radiolog sifatida chuqur yondashmaymiz. Shu yuzaki holatda o'rganib ketamiz, lekin albatta iloji boricha ko'rganda ko'pgina patologiyalarni o'tkazib yubormaydigan darajada o'rganishga harakat qilamiz. Bugun biz kompyuter tomografiyasi MCKTdan boshlasak, bugungi mavzumiz asosan kompyuter tomografiyasini qanday ishlashi shu haqida bo'ladi. Keyingi mavzuyimizda biz uni anatomiyasi, ya'ni kompyuter tomografiyada bosh miyani strukturalari anatomiyasi qanday ko'rinishi haqida gapirib o'tamiz. Demak, birinchi temamizni mundarijasini ko'rib olsak, birinchi o'rinda biz kompyuter tomografiyani bazasi, anatomiyasi, ichimlik insult, gemorragiyalar, gidrosefaliya va bosh miya cho'ralarini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik bo'lmasak, ushbu rasmda siz kompyuter tomografiya apparatini ko'rib turibsiz. U bahaybat o'lchamga ega, katta hajmni egallaydi. Uni quvuri o'rtadagi teshikchani MRTdan kattaroq bo'ladi. Bemorni atrofida yumaloq gantri, ya'ni shu yumaloqni gantri ham deb ataymiz. Rentgen nurlarini taratib bemorni tasvirga oladi. Ushbu yotgan stol bo'lsa, kirib chiqadi, orqaga oldinga suriladi. Mana siz hozir kompyuter tomografiya apparatini qanday ishlashi haqida gapirib ko'rib turibsiz. Shuni haqida biroz gapirib o'taman. Markazda bemor yotgan stol bor. Atrofidagi gantri deyiladi. Gantri ichida aylanuvchi rentgen trubkasi bor. Mana fotoapparatga o'xshagan narsani ko'rib turibsiz, jigarrang rangda. Hop, undan tashqari uni atrofida doira shaklida harakatlanmaydigan detektorlar halqasi ham bor. Rentgen trubkasi nur chiqaradi va ushbu detektorlar tomonidan qayd qilib olinadi. Rentgen trubkasi esa shu ko'rib turganingizdek gantri ichida aylanib, bir joyda turmaydi, aylangan holda tasvirni oladi. Demak, trubkadan nur chiqib rasmga olayotgan paytda bemor yotgan stol gantri ichida oldinga, orqaga harakatlanadi. Agar bu paytda biz nur yo'nalishini ko'rishni iloji bo'lganda, u spiral shaklida ko'ringan bo'lardi. Shuning uchun multispiral kompyuter tomografiya deb nomlanadi. Bu ham hozirgi zamonaviy MCKT apparatlari aynan xuddi shunday ishlaydi. Mana ko'rib turibsiz. Ushbu jarayonda olingan tasvirlarni ko'rib turibsiz. Ushbu tasvirlar kompyuter tomografiyasi tarafidan analiz qilinib, ikki o'lchamli tasvir yaratiladi. Demak, juda sodda holatda tushuntirib o'taman. Juda murakkablashmaymiz shu ichiga kirmagan holatda. Rentgen nurlari turli o'lchamlarda, turli tomonlardan bemor tana a'zolaridan kesib o'tadi. Shu kesib o'tayotgan paytda rentgen nurlari, fotonlar a'zolar tomonidan yutib qolinadi. Masalan, havodan o'tsa yutilmaydi. Atrofidagi yasharangni ko'rib turibsiz. Mana bu shu holatda suyakdan o'tsa qanchadir ma'lum bir parenxima, bosh miya parenximasi bo'lsa qanchadir miqdorda yutib qoladi. Qayerdan o'tishiga qarab har xil ushbu fotonlar yutiladi. Ushbu har xillik hisobiga bizda tasvir hosil bo'ladi. Ya'ni ma'lum bir to'qimadan o'tgani boshqacha, ma'lum bir to'qimadan o'tgani boshqacha. Shuning uchun farqlar yuzaga keladi. U farqlarni kompyuter tomografiyasi bir qilib yig'adida bizga ma'lum bir tasvirni hosil qilib beradi. Har xillik yuqorida aytganimizdek, bu to'qimalarni qanchalik zichligiga bog'liq bo'ladi. Ushbu zichliklardan kelib chiqqan holda zichliklar o'lchovini kompyuter tasvirga aylantirib beradi. Endi rasmlarni izohlashni boshlasak, ba'zi strukturlar bizni tasvirimizda qora ko'rinadi yoki gipodens deb ham nomlanadi. Mana qora rangda ushbu strukturalarni ko'rib turibsiz. Mana
boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, ya'ni past zichlikdagi strukturalar ham deb ataymiz. Gipodensity deb atalishi ham shundan. Bu yerda fotonlar ko'p o'tadi, ya'ni ushlab qolinmaydi, ko'p yutilmaydi. Ba'zi organlarni zichligi yuqori bo'ladi. Ularni zichligi yuqoriligini biz giperintensiv, ingliz tilida hyperdense deb ataymiz. Bu yerda rentgen nurlari, fotonlar ko'p o'tmaydi yoki o'ta olmaydi. Shuni hisobiga hyperdense deb ataladi. Endi mana Hausfield shkalasi haqida gaplashib o'tsak, yuqoridagi zichliklarni soddalashtirish uchun shu gapirayotgan zichliklar haqida gapirdik. Shularni oddiy tushunarli holatga olib kelish uchun Gottfried Hausfeld o'z shkalasini ishlab chiqqan. Bu inson kompyuter tomografiyasini yaratgan shaxs hisoblanadi. U quyidagi taklifni beradi: kelinglar, suvni nur yutishni 0 deb olaylik va shunga asoslanib hisob-kitobni davom ettiraylik degan taklifni ilgari surdi. Qolgan to'qimalarni ham shu suvni birligidan kelib chiqib belgilashni taklif qildi. Demak, qolgan yutilish birliklarini ham unga qarab joriy etishlikni taklif qildi. Ular suvga nisbatan biroz ortga qaytamiz. Demak, tasvirga e'tibor qilamiz. Yuqorida aytganimizdek, suvni zichligi yutilishini 0 deb oldik va shunga asoslanib hisob-kitob qilishga davom etishni taklif qilindi Hausfeld tomonidan. Qolgan to'qimalar ham shu suvni birligidan kelib chiqib holatda belgilash aytib o'tildi. Demak, tasvirga e'tibor qiladigan bo'lsak, suvni birligini 0 deb oladigan bo'lsak, qolgan yutish birliklarini ham unga qarab joriy etamiz. Bizda gipodens strukturalar bor. Ularni suvga nisbatan past yutilishga ega. Masalan, yog' to'qimasi, mana yog' to'qimasi u -100 Hausfeld birligiga teng. Havo esa eng past Hausfeld birligiga ega. Mana ko'rib turibsizlar, -1000 ga teng. Bu albatta nisbiy tushunchalar. Yumshoq to'qimalarning zichligi suvdan baland bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, 20-45 Hausfeld birligi atrofida bo'ladi. Qon, ya'ni svejiy qon bo'lsa, giperdens bo'ladi. Ya'ni oqroq ko'rinadi. Gipo qoraroq, giper oqroq tasvirda chiqadi. Shuni e'tibor qilib qo'yasizlar. Qon ham svejiy qon, mana qondan giperdens ko'rinadi. 60-90 Hausfeld birligi atrofida bo'ladi. Suvdan ko'ra balandroq albatta Hausfeld birligiga ega qon. Bemorlarga kiritib kontrast usulda tomografiya ham qilamiz. Ko'proq yod tutadi bu moddalar. Yodli kontrast moddalarini birligi esa mana ko'rib turibsizlar, 100-500 birlikka ega. Kontrast kiritishdan maqsad shu to'qimalarni yaxshiroq ko'rish maqsad qilib olinadi. Eng baland giperdens tuzilma bu ko'rib turibsizlar, suyak hisoblanadi. Suyakni ham ustki yuzasi, cortical bone 1000 Hausfeld birligidan balandroq o'lchovga ega hisoblanadi. Uni trabekulyar qismi bor, ko'mik qismi. Bu esa biroz pastroq ko'rinadi. Lekin past deganimizda, lekin qolgan mana yumshoq to'qima suvlarga nisbatan balandroq, lekin cortical bone ga nisbatan biroz pastroq hisoblanadi. Ya'ni sal oddiy qilib aytadigan bo'lsak, suvakni usti qismi oppoq ko'rinsa, trabekulyar ichki qismi sal kulrangroq oq ko'rinadi. Xo'p, endi ushbu o'rgangan ma'lumotlarimiz ushbu kompyuter tomografiyasi rasmida ko'rib chiqsak, bu yerda likvor bor. Mana servospinal suyuqlik. U qora rangda, zichligi 0 ga teng, ya'ni suv tarkibida ko'p. Miya parenximasi oq moddasi nisbatan zichroq, lekin to'q qora emas. Mana nisbatan ko'rib turibsizlar, kulrangroq.
uniki mana 25 Housebeat birligi o'lchoviga ega bo'ladi. Kulrang modda esa oq moddadan to'qroq rangda, ya'ni giperdens ko'rinadi. Mana atrofidagi korteks, ya'ni po'stloq qismi. Uni birligi 35 Housebeat birligiga ega bo'ladi. Sababi kulrang moddada bu yerda zichroq joylashgan, ya'ni hujayralar ko'proq hisoblanadi. Bosh suvagi giperdens bo'ladi, oppoqroq ko'radi. Mana skal deb qo'ygan bu yerda. Bosh suyagi giperdens bo'ladi. Yana qaytarib o'tamiz. U oq ko'rinadi. 500 ming Housefield unitga ega. Subcutaneous yog' bor. Ya'ni teri osti yog' kletchatkasi deb atasak ham bo'ladi. O'zbekchada menimcha shunday atalsa kerak. Bosh terisi, ya'ni ostidagi yog', ko'rib turibsizlar, mana sariq rangda berib qo'yilgan. U minus 100 Housefield unitga teng. Qora ko'rinadi u. Havo esa eng balandi bilamiz, minus 1000 Housefield birligiga teng hisoblanadi. Qop-qora ko'rinadi. Keyingi slaydimizga o'tsak, bu endi ushbu slayddagi ko'rib chiqqan ma'lumotlarimizni patologiyali misolda ham ko'rib o'tsak, mana ko'rib turibsizlar. Yangi qon quyilgan bo'lsa, kompyuter tomografiyasida giperdens, ya'ni oq holatda ko'rinadi. Chapdagi holatda biz o'tkir intraparenximal qon quyilishini ko'rib turibmiz. Mana parenximasiga qon quyilgan, qorinchalarga ham ko'rib turibsiz qon quyilganini. O'ngda esa ishemik insult ko'rib turibsiz. Ishemik insultda gipodens bizga ko'rinyapti, ya'ni qondan ko'ra to'qroq, ya'ni qoraroq holatda ko'rinyapti. Sababi insultda edema, ya'ni shish yuzaga keladi. Shish gipodens ko'rinadi bemorda. O'rta miya middle cerebral artery, ya'ni o'rta miya arteriyasi sohasida insult yuz bergan. Shish tarkibida ko'proq albatta suv tutadi, shuning hisobiga qoraroq ko'rinadi. Demak, keyingi holatda bizda bir nechta fiziologik zichdliklarni o'zgarish holatlari ham bor, lekin buni aslo patologik holatga yo'ymaslik kerak. Masalan, biz yon qorinchalardagi kichik klassifikatsiya o'choqlarini ko'rib qolamiz ba'zan. Mana e'tibor qilishlaringiz ham mumkin. Chizib ham o'tib ketamiz. Mana shu bu oq ko'rinayotgani sizga qondek tuyulishi mumkin. Albatta bu qon emas, bu xoroid plexus bo'ladi. Shularni klassifikatsiya bo'lib qolishi hisoblanadi. Bu tugunsimon o'rtadagi oq tuzilma bo'lsa, mana o'rtada ko'rib turibsiz, oq tuzilma. U ham klassifikatsiyalashib qo'ygan, shuning uchun oq ko'rinyapti. Qon emas, bu pineal gland yoki epifiz hisoblanadi. Ular juda ko'p uchratamiz bu oqarib qolish holatlarini ham. Bemor yoshi qancha katta bo'lgani sayin shuncha buni ko'rish ehtimoli baland bo'ladi. Ya'ni sizda bemor qariroq bo'lsa, demak siz buni patologiya emas deb o'tkazib yuboraverasiz. Ba'zan yoshlarda ham uchrab qolish ehtimoli bo'ladi. O'ng tarafdagi rasmga qaraydigan bo'lsak, mana bazal gangliyalar sohasida ham shunaqa klassifikatsiya oqarish holatlarini ko'ramiz. Bu holat ham ko'p topiladi. Bu ham ayniqsa qari bemorlarda uchratamiz. Agar biz bir taraflama bo'lganda shubha qilishimiz mumkin edi, qonmikin bu deb. Lekin biz holatda asimmetrik, ya'ni o'ng va chap tarafda ham bor. Bu albatta gemorragiyani istisno qiladi. Keyingi biz o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa bu kompyuter tomografiyadagi windows, ya'ni oynalardir. Ular nima? Xo'p, bizda juda ko'p kompyuter tomograf juda ko'p nimalarni nima desak bo'ladi? Inson ko'zi ko'ra olmaydigan nurlarni ham qayd qilib berish mumkin. Housefield birligi haqida yuqorida gapirib o'tdik. Aytaylik, kompyuter tomografiyasini o'qiy oladigan shu Housefield birliklari 2000 ta, lekin aslida bundan ko'p, 2000 ta deb olaylik. Aslida undan ko'p. Osonlashtirish uchun 2000 ta deb
sanab turadigan bo'lsak, ular kulrang rangni turli-tuman ko'rinishida, ya'ni ottенка deydi, ruschasida oттенкасida namoyon bo'ladi. Inson ko'zi buncha rangni albatta farqlay olmaydi. 2000 xil kulrangni o'zini turli xil toblanishini tasavvur qiling. Biz albatta farqlay olmaymiz. Maksimum statistika ma'lumotlari keltirilgan 50 tagacha insonlar farqlab olishi mumkin. Agar biz minus mingdan plus 1000 Hounsfield birligigacha miya tasvirini yarata olganimizda u shunday ko'rinishga ega bo'lardi. Bu rasmda eng past Hounsfield birligini zichligidan eng baland Hounsfield birligi zichligini ko'rishimiz mumkin. Nimani ko'ryapmiz? Qop-qora va giperdens suyakni ko'rib turibmiz xolos. Boshqa tuzilmalar esa ajratib bo'lmaydi. Kulrang rangda xolos, mana o'rtalarida salgina shu qorinchalaridagi shu pleksuslarni, pineal glandlarni ko'rib turishingiz mumkin. Bu bizga endi hech narsa bermaydi. Patologiyani ajratib ko'rib, qaysi struktura qayerdaligini ajratish qiyin bo'ladi. Demak, bu muammoni hamma Hounsfield birliklarini pasaytirilgan holda ko'rib chiqamiz. Ya'ni tasvirimizda hamma birliklarni aks ettirmaymiz. Buni biz oyna deb ataymiz. Shu ma'lum bir Hounsfield birliklarini ma'lum birini ko'ra olishda rejimini biz oyna, window deb ataymiz. Mana nimaga oynalarni ishlatamiz. Hozirgi neyroradiologiyada ishlab turuvchi bir necha oynalar haqida gaplashamiz. Aslida bular ko'p. Dastlab oynalash konsepsiyasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, rasmda sariq to'rtburchakda mana ko'rib turibmiz. Sariq to'rtburchakda bu oynani ko'ryapmiz. Oynadan tashqarida tuzilmalar qora bo'ladi. Mana bu tarafini nazarda tutilyapti. Ya'ni bu tarafga yurgan sari gipodenslashib boryapti. Shuning uchun qora bo'ladi. Agar zichlik ham past, shuni hisobiga va aksincha oynadan tashqarida zichligi baland tuzilmalar bo'lsa, oq bo'ladi. Oq bo'ladi. Ya'ni fokus aynan shu oyna ichidagi tuzilmalar zichligiga, mana shu oyna zichligiga qaratiladi. Keyingi masala bu oynani kengligidir. Ya'ni bu Hounsfield birligidagi kulrang rangda ko'rinuvchi birliklardir. Mana window with V harfidan belgilanadi. Uchinchi masala bu oynani darajasidir. Level, mana ko'k rangda. Levellar oynaning barcha Hounsfield birliklarining o'rtacha qiymati demak hisoblanadi. Demak, yana bir soddaroq qilib tushuntirib o'tsam, bu albatta qiyindek tuyulgan bo'lishi mumkin. Demak, biz ma'lum bir strukturani oldik, tasavvur qiling. Ma'lum bir strukturani oldik. Bizda mana shu o'rtadagi kvadratning ichida bizga suvdan past bo'lgan, tasavvur qiling, yog' bo'lsa va havo bo'lsa, bular hammasi qop-qora bo'lib ko'rinaveradi. Chunki biz faqat shu yerni ko'ryapmiz. Undan pastdagi strukturalar bo'lsa, ya'ni 0 dan pastdagi strukturalar bo'lsa, qora rangda bo'ladi. Sal, misol uchun, yog' sal oq kulrangroq, havo qop-qora bo'lmaydi. Hammasi qop-qora bo'lib ko'rinadi. Endi aksi bo'lsa, ya'ni bizda o'sha mana ushbu sariqning tashqarisidagi trabekular bone bo'lsin yoki cortical bone bo'lsin, bular ikkosi farq bo'lmaydi. Unisi ham, bunisi ham oppoq bo'lib ko'rinadi. Shu ma'noni bermoqchi bo'lganmiz bu slaydlar orqali. Endi 14-sahifadagi hozir mana miya va suyak oynalarini ham ko'rib turibmiz. Mana brain window va bony windowlarni mana farqini ham ko'rib turibsiz. Brain oynada yumshoq to'qimalarni yuqori kontrasti ma'lum bo'ladi, ko'rinadi. Suyak oynada esa juda zich, faqat suyakka yaqin zichligi strukturalar yaqinroq ko'rinadi. Parenximani ajratib bo'lmaydi, mana ko'rib turibsizlar.
основной bu yerda suvaklarni ko'rishga ishlatamiz. Salgina o'sha qorinchalardagi strukturalar ko'rinishi mumkin. Xo'p, bu bony windowni ko'rish orqali mana suvakni turli xil zichliklarini farqlay olganimiz hisobiga suvakni orasidagi g'alvirsimon qavati ham hatto bizda ko'rinib turibdi. Bu oynani suvak to'qimalarida ishlatamiz. Miya oynasida Wiz mana ko'rganingizdek mana bu yerda gapirib o'tgandek mana window width bor, window level bor edi. Bitta window width bu yerda 80 ga teng. Level esa 40 ga teng. Shuni o'rtacha darajasi 40 ga teng. Shuni strukturasiga parenxima Hounsfield birligidagi o'rta darajasi ko'rsatilyapti. Suvaklardagi esa window width 2500, level bo'lsa o'rtacha level 500 Hounsfield birligiga ega. Demak, bu bemorda interkranial gemorragiyasi bor. Ko'rib turibsizlar mana epidural gematoma hosil bo'lgan. Bilamizki, epidural gematomalarda suyak sinish ehtimoli juda katta bo'ladi. Deyarli 1 ga keladi. Miya rejimida suyak sinishni ko'rmaydi. Mana ko'rib turibsiz. Bu birlik Hounsfield birligini o'z ichiga ola olmagani uchun g'ovak modda va tashqi cortical bone farq qilmagan. Shu sabab uni suvak oynasiga olib o'tib tekshiramiz. Bunda ko'rib turibsizlar, mana sterilkada bizda suvak sinig'i ko'ringan. Aytgancha, kompyuter tomografiya qilganimizda avtomatik tarzda miya va suyak rejimi avtomatik tarzda hosil bo'ladi. Kompyuter o'zi oladi. Qo'shimchasiga ko'rish kerak bo'lgan oynalar ham bor. Ya'ni bu oynalar misol tariqasida biz insult oynasini ko'rib o'tsak, insult oynasi sodda qilib aytadigan bo'lsak, bu oyna oq va qora moddani farqini oshirib ko'rsatuvchi oynadir. Ya'ni oq modda bor, bizda bilamiz, oq modda bor mana kapsula interna, shu kabi koronariy radiator kabi tuzilmalar bor va korteks bor va bu kulrang modda. Qora modda devordim, kechirasizlar, oq va kulrang modda. Demak, bu oynani qo'llab chiqamiz, chunki ishemik insultni erta belgilarini aniqlash odatda qiyin bo'ladi. Shuning uchun bu oynani qo'llash patologiya imkoniyatini oshiradi bizda. Mana chapda miya oynasini ko'rib turibsiz. Bu yerda patologiyani ko'rmayapmiz. Albatta yaxshiroq mutaxassis bo'lsa buni ajrata olishi mumkin, lekin oddiy yangi o'rganuvchi talaba bo'lsa buni ajratib olish qiyin bo'ladi. Albatta bu yerda patologiya bor, bunga e'tibor qilmay turasiz. Struktur turbucha bo'lmagan taqdirda ham albatta ajratish qiyindek tuyuladi. Lekin bemorda klinikasida insult belgilari bor. Shuning uchun insult oynasini qo'llab ko'ramiz. Bu qo'llab ko'rganimizda endi insult oynasiga qaraganimizda mana paratemporal maydonda gipodens ko'rinyapti. Mana ko'rib turibmiz. O'zgarish bor. Oq va kulrang modda farqi yo'qolgan. Bu mana yaqqol emas, albatta bu yerda oppoqroq, bu yer qoraroq turibdi. Bu yerda esa deyarli bir-biriga aralashib ketgan. Buni sababi bu yerda shish edema yuzaga kelgan. Qizil kvadratgacha mana normani ko'rib turibmiz. Keyingi nimaga betga o'tsak, yana bir muhim oyna bu subdural oyna hisoblanadi. Subdural window. Bu bemorda travma olgan. Diqqat bilan qarasak, ensa teri ostida scalp deymiz inglizchasida yumshoq to'qima biroz shishgan. Mana bu yerda albatta ko'rish kesmacha qiyin olingan ekan. Mana bu yerga e'tibor qilishlaringizni so'raymiz. Shu sohada shish bor, ya'ni shu yerdan aynan travma bo'lgan. Bu subgallial gematoma hisoblanadi. Endi miyacha ichiga qarab intrakranial qon quyilishi bor yo'qligiga e'tibor qilsak, albatta qon quyilishi oddiy ko'z bilan qaraganda yo'qdek ko'rinadi. Lekin biz subdural oynani qo'llab ko'rganimizda biz ko'rib turibsiz, mana qizil chiziqning ichida
qizitsin ichida qon quyilishlarini ko'rib turishimiz mumkin. Bu chap taraflama subdural gematomadir. Bu holatda ham albatta mana o'ng tarafda ham ko'rish mumkin edi, lekin buni oynani suvakka yaqin bo'lgani uchun oq moddani korteksni zichligi suvakka bu yerda yaqin bo'lgani uchun farqlash biroz qiyinlik tug'dirgan. Endi xulosa qilib aytadigan bo'lsak, birinchi bo'lib miya oynasidan tekshirishni boshlaymiz. Doim bu avtomatik holatda hosil bo'ladi. Agar bemorda insultga shubha qilsak, stroke windowni, insult oynasini ko'rib chiqamiz. Ularni ko'rsatkichlari bilan farq qiladi. Keyingisida agar bizda qon quyilishiga shubha bo'ladigan bo'lsa, subdural windowni ko'rib chiqamiz. Keyingi masala bizda endi kompyuter tomografiyada uchrab turuvchi artefaktlar hisoblanadi. Shular haqida gaplashib o'tsak, buni albatta radiologlar yaxshiroq ajratadi, lekin nevrologlar uchun ham bilib qo'yish zarar qilmaydi. Artefakt bu kompyuter tomografiya qilishdagi xatolar, misol mutaxassis yoki apparat tarafidan qilingan xatolar, apparatning xatosi, bemorni qimirlab yuborishi hisobiga kelib chiquvchi tasvirdagi chalkashlik hisoblanadi. Buni bilmaslik mutaxassisni noto'g'ri заключение, xulosa berishiga olib kelishi mumkin. Eng ko'p uchrovchi artefaktlarni ko'rib chiqsak, ushbu rasmda mana chapda ko'rib turibmiz. Miya parenximasi boshqacha, ya'ni patologiya bordek ko'rinadi. Mana bu yerlar bir tarafda qayerlardir oq, qayerlardir qora bor. Bosh suyagi ham patologiya bordek ko'rinadi. Mana bu yerda mana xuddi siniq bordek ko'rinadi. E'tibor qilsak, mana ko'rgan odam bu yerda singanmi deb o'ylashi mumkin. Bu yerda nima bor? Rostdan ham singanmi? Yo'q, bu yerda patologiya yo'q. Shunchaki javob harakat bo'lgan. Bemor bu yerda qimirlab yuborgan. Harakat artefaktlari kompyuter tomografiyasi olinayotganda eng ko'p uchrovchi artefaktlar hisoblanadi. Asosiysi bu holatda suyak sinish yo'qligidan farqlash kerak. Albatta bu oson bo'lmaydi. Quyidagi qora chiziqlarni ham ko'rib turibmiz. Ular miyacha va miyacha mana stol sohasida joylashgan qora liniyalarni ham ko'rib turibsiz. Bizda buni nima sabab bo'lyapti? Bu qora liniyalar kelib chiqishiga, zich tuzilmalar sabab bo'lyapti. Mana strelkada ko'rib turibsiz, oppoq tarzda bo'lib turibdi. Bular zirakdir. Bemor ayol kishi, uni qulog'ida zirak bo'lgan. Nimaga endi bunaqa bo'lgan? Ziraklar yoki metallar zich tuzilmalar hisoblanadi. Ulardan yuqori energiyada rentgen nurlari, fotonlar o'tadi. Biz ularni beam hardening artifacts deb nomlaymiz. O'zbekchasida tolani o'tishda qiyinligi deb tarjima qilish mumkin, adashmasam. Inglizchada aytaman, demak beam hardening artifact deb nomlaymiz. Ular yuqori energiyali fotonlar kesib o'tadi. Nur tolasi beam hardening qattiqlashadi. Nurlarning o'tishi shu sababli qarama-qarshi tarafda turgan rentgen detektorlari nisbatan ko'p energiyani qabul qiladi. Shu sababli bu qora liniyalar hosil bo'ladi. Oddiy strukturadan o'tganda, misol uchun 100 nur o'tsa, zich bu to'qimalardan 150-200 o'tgani uchun bunday qora chiziqlar hosil bo'ladi. Bu qora liniyalar ikkita, mana ko'rib turibsizlar, o'sha ikkita ziraklar tarafiga tortilgan. Ikkita zich struktura orasida tortiladi. Keyingi tasvirga o'tadigan bo'lsak, bu holatda ham strelkada ko'rib turibsiz, mana gipodens patologik holat bordek ko'rinadi. Uni koronar kesma bilan solishtiradigan bo'lsak, ikkala temporal suyaklar o'rtasida beam hardeningga ko'zimiz tushadi, ya'ni qora liniya bor. Bu yerda patologiya yo'q. Ba'zan bunday holatlar stol sohasida ko'p uchraydi. Bu ishemiya tashxisini qo'yishni qiyinlashtiradi. Bu rasmda ham artefaktlar ko'rib turibsiz. Mana ikkita bunaqasiga ketgan
aksial va koronar kesmani ko'rib turibsiz. Bular nima hisobiga kelib chiqqanligi men ma'lumoti yo'q edi. Shuning uchun aniq ayta olmayman. Keyingi tasvirga o'tadigan bo'lsak, mana ko'rib turibsiz. Bizda beam hardening kelib chiqish uchun ikkita tuzilma bo'lishi ham shart emas. Ba'zan bitta tuzilmani o'zi ham yetadi. Bitta zichligi baland tuzilma bo'lsa ham kifoya. Ushbu holatda mana quyoshga o'xshab ko'rib turibsizlar artefaktni. Bu anevrizmani siqib yorilib ketmasligi uchun qo'yib qo'yilgan klipsa hisoblanadi. Demak, keyingisiga o'tadigan bo'lsak, bu artefakt turi partial volume artefakt, ya'ni hajmning qisman artefakti deyiladi. Mana bu yerda chapda mana gipotens holatda narsaga ko'zingiz tushadi. Bu zamonaviy kompyuter tomografiyalarda qulayligi bir nechta kesmada avtomatik holatda tasvir oladi. Boshqa kesmada qarasak, bu Sylvie Fisher Sylvie yorig'i ekanligini ko'rishimiz mumkin. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu bizda eng ko'p uchruvchi 3 ta artefaktlar bor. Bundan boshqalari ham bor. Demak, ularni patologiya bilan adashtirmaslik kerak. Birinchi holatda biz tasvir suvalgan, bizda ishemiya yoki boshqa holat bordek ko'rinadi. Bu demak motion artefakt, ya'ni bemor harakat qilib yuborgan hisobiga kelib chiqqan artefakt hisoblanadi. Ikkinchi holatda ko'radigan bo'lsak, high density objects, ya'ni yuqori zichligi buyumlardan o'tgan ko'p nurlar qora nurlarni hosil qilib qo'ygan. Undan tashqari bizda bu holat posterior fossada ham ko'p uchraydi. Ya'ni bu qismda suvaklar ko'p joylashgan. Shuning uchun zichni oshirib yuboradi va shu sohada juda ko'p uchraydi bunaqa holat. Uchinchi holat bo'lsa, hajm qismi artefakti, ya'ni partial volume artefakt deyiladi. Bir vokseldagi turli zichlikdagi to'qimalar o'rta darajasini olish hisobiga hosil bo'ladi. Buni ajratish yo'li oson, shunchaki boshqa kesmaga qarab qo'yish kifoya. Hozircha bizni birinchi qism kompyuter tomografiya o'rganishimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi qismda biz yuqorida aytgan anatomiyalar, meningal pardalar, insult, gidrotsefaliya, miya churalarini ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.